Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xush kelibsiz. Ikki xonalik birinchi etaj, panelli dom, texnologik institut, mega market bir qadam bo'lgan joyini obzorni ko'rsatamiz. Ketdik. Eshikdan kirganda o'ng qo'lda spalni, materiallari chugun o'ziniki, balkonchasi bor, akvariumlari qo'yilgan, pardalar ilingan. Eshikdan kirgandan keyin prixoja qismi, kladovka qichalaridan bo'ladi. Chap qo'limizda katta zal. Polni remont bo'lgan avtochenta uslubda chiroyli qilib ta'mirlab qo'yganlar, pardachalar yap-yangi, qo'lonlar tashalgan. Sanuzul qismini ko'ramiz. Marhamat. Vanna xonasi juda ham chiroyli remontlar bilan turibdi. Oshxona qismi balkonga ko'chirilgan. Oshxonaga ham detskiy hissa bo'ladi. Parta qo'yib farzandlaringiz dars tayyorlasa ham bo'ladi. Kuxnyani o'tkazganimizda balkonchikni cho'tki remont qilib kafel terib qo'yganlar. Orqa eshikdan chiqish joyimiz ham bor. Orqada agarodimiz bor. Mashina qo'yishga sharoit bor. Birinchi etaj do'stlar. Ajoyib taklifni qo'ldan boy bermanglar. Zo'r kvartiracha 36500 ga qo'yapmiz. Telefon qilinglar, like bosinglar do'stlaringizga yuboring. Agarda kuyovingiz, qizingizni maroqli dam olish uchun hech esdan chiqmaydigan joylarga olib borishni istasangiz, kommentariyaga pernatal, moxosaradon deb yozib keting.